Xona gullarini tez o'stiradigan sizlarga bitta zo'r oziqani ko'rsataman. Videoning oxirida bu oziqani tayyorlash va ishlatishni ham ko'rsatib, tushuntirib beraman. Bu oziqa xona gullarini har tomonlama o'stiradi, rivojlantiradi, yangi barg, yangi shoxlar chiqarishiga yordam beradi. Asosan bahor faslida shu o'sish davrida bu oziqa juda ham zo'r natija beradi. Bu Artifax Agrochem 3/5 oziqasi. O'zim bu oziqani 3 yildan beri ishlataman. YouTube kanalimda bu oziqani ko'p bora ko'rsatganman. 1 litr iliq suvga 1 choy qoshiqning uchida oziqani solasizlar va erib ketguncha yaxshilab aralashtirasizlar. Mana oziqamiz tayyor. Endi buni xona gullarimizga beramiz. Tuprog'iga quyib beramiz, ya'ni ildiz orqali. Do'stlar, bu oziqani xona gullariga har 10-15 kunda bir marta ishlatsanglar bo'ladi va bu oziqa o'simlik tanlamaydi. Har qanaqa xona gullari uchun ishlatsanglar bo'ladi. Bu oziqani uzun marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Shu bir donasi 25 ming so'm turadi. Bu sizlarga anchaga yetadi. Uzun ссылкасini men bugungi storiesda qoldiraman yoki shu videoning tagida va birinchi izohida men bularning telefon raqamini qoldiraman. Bemalol kirib ma'lumot olsanglar yoki buyurtma bersanglar bo'ladi. Do'stlar, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar.